Buni qila olishimizga umuman ishonmagandim. Dekretdagi 20-kunimda uyimizga mehmonlar keladi. Shuning uchun birinchi o'rinda go'rkadagi hamma idishlarni olib, bir sidirab, sovuq suvda yuvib chiqdim. Idishlar yuvilgan bo'ladi, baribir ko'nglimiz bo'lmaydi deb bir marta chayqab olmasak. Uyimizga bironta mehmon kelsa, oyijon bir kun oldin hamma narsani tappa-tayyor qilib qo'yadi. Mehmon keladigan kuni bo'lsa, bemalol boshimizni bir joyga qo'yib, ovqatlarimizni qilib, mehmonlar bilan ham gaplashib, o'zimiz ham xotirjam o'tirishimiz uchun. Hamma idishlarni quritishga qo'yib qo'ygach, o'tlarni yulishga tushdim. Negativchilardan ham ko'ra ko'proq yomon ko'radigan narsam shu o'tlar. Bir hafta bo'ldi yurganimizga yana bir pasta chiqib keldi. Assalomu alaykum deb. Ish qilayotganimda xo'jayinim bilan akam ishdan kelib qolishgan edi. Ular ham bo'sh o'tirmasdan menga yordam berishga tushib ketishdi. Shu kumlarni olib kelsanglar bo'ldi, teppa-tekinga berib yuboramiz desa, hech kim olib ketishni xohlamadi hozirgi zamonda. Даже qorong'i tushib ketsa ham biz ishimiz hali beri tugagani yo'q. Men bo'lsa dasturxon tayyorlashga tushib ketdim. Uje hammani qorni ochadi deb. Ovqatlarni domda tayyorlab chiqgandim, tezda istab, hammamiz ovqatlanib oldik. Har doim tozalaganimizdan keyin oyijon shlangalab suv sepib chiqadi. Ertaga xudo xolisa shu gihonlarni o'rnatib, mehmondorchilikni kuzatib olamiz. Jarayonlarni o'tkazib yubormang.